Assalomu alaykum hurmatli 11-A sinfning o'quvchilari. Sizlar bilan onlayn darsimizni boshlaymiz. Hop, men sizlarga 3 ta kitobdan dars o'tayotgandim. Birinchisi Oxford Practice Grammar. Bunda faqat grammatika, qoidalar berilgan va qoidalarda vazifalari berilgan. Keyin English File. English File bu uchebnik, ichida grammatika ham bor, fonetika ham bor, audioviy tekst ham bor buning ichida. Keyin English File'da zadaniya kitobi bor. Misol bitta tema o'tilsa bu English File'dan. Uni zadaniyalari English File zadaniya kitobida workbook'ida berilgan. Xo'p, mana shu uchalaridan o'tyaptik. Bugun grammatika kitobimizdan boshlaymiz. Xo'p, oxirgi marta present perfect o'tdik. Bu katta tema, shuning uchun bir qator takrorlab uni yana davom etamiz. Chunki o'zi odatda ko'p ishlatilmaydi-yu, lekin o'zi katta tema. Present perfect degani hozirgi tugallangan zamon degani. Ya'ni biron bir ish misol endiroqda, yaqinda bo'lgan bo'lsa, ya'ni hozirroqda bo'lgan bo'lsa, shu zamonda ishlatamiz. Misol uchun darsga soat 8 da kelamiz. Darslar 8 da boshlanadi. Biz 8 da keldik, 8 dan 1 minut o'tsa, mana shu zamonda ishlatamiz. Misol uchun men maktabga keldim desam, I have come school. Ya'ni men maktabga hozirroqda keldim bo'ladi. Ya'ni hozir bo'lgan ishga shu zamonni ishlatamiz. Yana boshqa ishlatiladigan o'rinlari bor. Misol uchun hayotimizda biron bir ish bo'lgan bo'lsa o'tmishda. Misol men Rossiyaga chiqqanman desa, ko'pchilik bizda Rossiyaga chiqqan. Aniq vaqtini bildirmasdan, aniq vaqtini aytmaymizda, shunday men Rossiyada bo'lganman yoki borib kelganman desak, mana shu zamonni ishlatamiz. Hop, endi qanday qilib tuzish, ya'ni formaga solish kitobda berib qo'yilgan. Kitobda birinchi present perfect. We form the present perfect using the present tense of have plus a participle, past participle. Hop, present perfectda have ishlatiladi, ya'ni bu yordamchi fe'l. Lekin bu menda bor degan ma'noni bildirmaydi bu yerda. Bu faqat yordamchi fe'l present perfectni bildiradi. Keyin undan keyin fe'lda o'zi ishlatiladi, ya'ni asosiy fe'l ishlatiladi, ma'no beradigan. Ingliz tilidagi yordamchi fe'llar bilasizlar, ularda tarjimasi yo'q. Ular faqat qaysi zamon ekanligini ko'rsatib turadi. Shu. Undan keyin asosiy fe'l ishlatamiz albatta. Xo'p, bilamiz gaplarimiz 3 ga bo'linadi: positive, negative and questions. Positive formada, ya'ni full form, to'liq forma, to'liq degani. Buni qisqartirsak ham bo'ladi. Hozir uni ham aytib o'taman. I, you, ya'ni gap tuzayotganimizda almoshlarni ishlatamiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxs birlikda, keyin ko'plikda. Hop, I, you have arrived. Arrive degani kelmoq degani. Bu come degan so'zning sinonimi. Ya'ni ko'ryapsizlar, have ishlatilyapti. Bu perfectni bildiradi. Agarda have bor degan ma'noda bo'lsa, u so'zdan keyin fe'l kelmaydi, fe'l so'zi kelmaydi. Boshqa ot keladi. Misol uchun, meni ruchkam bor. I have a pen. Ko'ryapsizlar, have bu yerda o'zi asosiy fe'l have bo'lyapti, shuning uchun undan keyin ot kelyapti, ya'ni ruchka ot bo'ladi. I have a pen. Meni ruchkam bor degani. Bu boshqa ma'noda. Lekin present perfectdagi faqat present perfectni bildiradi. I have arrived. He, she, it has arrived. Qaranglar, uchinchi shaxs birlikda, ya'ni he, she, it uchinchi shaxsa, u degani he o'g'il bolaga, she qiz bolaga, it narsalarga yoki hayvonlarga ishlatamiz. Xo'p, shunda has bo'ladi. Yoki odamlarning ismlarini aytayotganimizda ham bitta odam bo'lsa, misol uchun Michael deylik. Michael has arrived. Michael ismga ham agar bitta bo'lsa has ishlatamiz. Agar ko'plikda bo'lsa, ikkita yoki undan ko'p bo'ladigan bo'lsa, ular ham have bo'lib ketadi. Okay, the next. We, you, they have arrived. Ya'ni biz, sizlar, ular kelishdi. Shunda have arrived bo'ladi. Endi bu yerda qisqartirilgan formasi bor, short form, ya'ni have ni qisqartirib qo'ysak bo'ladi. I've arrived, he's arrived and we've arrived. Bu pozitiv. Keyingisi negativ. Negativ inkor gaplar bilamiz. Not degan so'zimiz ishlatsak, not degan so'zni ishlatsak, ya'ni yo'q degani bu.
biron bir narsa bo'lmagan bo'lsa, qilinmagan bo'lsa, negativ bo'ladi. Negativniy предложение, ya'ni negativniy gaplar, inkor gaplar bo'ladi. Shunga not qo'shib qo'yamiz. Okay, you have not arrived, ya'ni men, sen kelmadik. Yo men kelmadim yoki sen kelmading. He, she, it has not arrived. Ya'ni he, she, itda aytdim, hozir has bo'ladi. Hasdan keyin not qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Shu bilan gapimiz inkor gap bo'lib qoladi. Keyin we, you, they have not arrived. Endi bu yerda short form qisqartirilgan formasida have dan keyin notni qo'shib apostrof qo'yib yozsak qisqarib qoladi. Misol I have not arrived deyish o'rniga bunday gapirayotganimizda I haven't arrived desak o'zimizga ham oson bo'ladi, qulay bo'ladi. Okay, the next questions. Questionsda har doim o'zi qaysi zamon bo'lmasin, bitta present perfect emas. Savol gaplarda yordamchi fe'llar oldiga o'tib ketadi. Misol uchun I am a student. Men o'quvchiman desam yoki men studentman desam I am. Am bu yerda yordamchi fe'l, to be yordamchi fe'l. Xo'p, sen o'quvchimisan desak yoki o'zimizga ham endi o'zimizga savol bermaymiz. Bu misol uchun am I a student bo'lganda yordamchi fe'l to be oldiga o'tib qoladi. Bu present perfectda ham xuddi shunaqa have oldiga o'tadi. Keyin olmoshlar undan keyinga o'tib qoladi. Ya'ni kishilik olmoshlari. Have I you arrived? Has he she it arrived? And have we you they arrived? Savol bo'lib qoladi. Hop, endi have yoki has dan keyin fe'limizga ed qo'shilyapti. Misol uchun mana arrive da aytdik, kelmoq. Bu so'z o'zi oxirgi harfi i bilan tugaydi, d emas. Lekin bunga d qo'shimchasi qo'shilyapti. Fe'llarimiz bilasizlar ikki xil bo'ladi, noto'g'ri va to'g'ri fe'llar. Ya'ni to'g'ri fe'llardan boshlaylik. To'g'ri fe'llar agar oxirgi harfi i bilan tugasa, i bilan mana harf bilan tugasa, bunga ed qo'shilmaydi, faqat d qo'shiladi. Agarda boshqa i dan boshqa harflarga tugasa yo bo'lmasam faqat boshqa harflarga tugasa, ed qo'shamiz. Misol uchun mana play deganda oxirgi harfi y bilan tugayapti, ed qo'shilyapti. Travel da traveled, ed qo'shilyapti. Mana arrive da oxirgi harfi buniki e, d da o'ziga qo'shiladi. Wash deganda wash ed qo'shilyapti bunga ham. Endi noto'g'ri fe'llar. Noto'g'ri fe'llarning 3 ta formasi bo'ladi. Misol uchun bu yerda ham berib qo'ygan buy, bought, make, made bir 2 ta formasini berib qo'yibdi. Lekin 244-betga borsak kitobimizda 244-betda noto'g'ri fe'llarni mana jadvali berilgan, tabelasi bor. Hop, mana shu yerdan yangi so'zlarni yodlab olamiz. Yangi so'zlar emas, mana noto'g'ri fe'llar. Chunki bular kerak bo'ladi, unchalik ko'p emas. Eng ishlatiladiganlari, ya'ni razgovorni reshda ishlatiladiganlari 50 taga boradi yoki bormaydi. Bu kitoblarda ham shunaqa. Lekin asli o'zi bir 100 tadan jinni 120 ta. Yoki undan ko'proq. Lekin o'zi ko'p emas aslida, ularda ham hammasi ishlatilmaydi. Xo'p, bu kitobimizda asosan ishlatiladiganlari berib qo'yilgan. Mana birinchi formasi buni infinitivni, ya'ni fe'lda o'zi infinitivni formasi bo'ladi-ku shular. Keyingisi past tense, o'tgan zamongisi, keyingisi past participle. Bu faqat present perfect da ishlatiladigan formasi. Yoki passive voice deymiz, ya'ni fe'lda majhul nisbati bor, uni keyin o'tamiz. Ya'ni u shunda ishlatiladi. Misol uchun be degan bo'lmoq degani, be was were been. Ya'ni misol uchun men Rossiyada bo'lganman desam I have been to Russia. Ya bo'lmasam men Rossiyada bo'lmaganman bo'lsam I have not been to Russia. Uchinchi formasini ishlatamiz noto'g'ri fe'llarda. Xo'p, mana endi ishlatilishi men boshida aytib o'tdim. Ya'ni biron bir narsa hozirroqda bo'lgan bo'lsa, shuni ishlatamiz deb. We use the present perfect to talk about recent actions, ya'ni hozirroqda bo'lgan ishlarga ishlatiladi. Misol uchun, for example, at 6 o'clock Anna arrived home. At 6:01 we can say Anna has arrived home. Ya'ni 18 deb o'zi 6 bu soat 6 ni bildiradi. Hop, soat 6 da Anna uyga kelibdi. 6 dan 1 minut o'tganda, ya'ni biz Anna keldi desak, Anna has arrived home. Bo'ldi, Anna uyga keldi. Hop, keyingisi qaranglar. Anna deganda boya aytib o'tganimdek,
odamlar atini yozayotganimizda ham has ishlatiladi. Agar ikkita odam yoki undan ko'p bo'lsa have ni ishlatib ketaveramiz. From 6:30 to 7 Anna ate her dinner. At 7:01 we can say she's eaten her dinner. Ya'ni 6:30dan 7gacha Anna ovqatlanibdi, kechki ovqatni yebdi. 7dan 1 minut o'tganda biz Anna ovqatlanib bo'ldi desak bo'laveradi. She has eaten. Qaranglar, bu yerda ed qo'shilmayapti, chunki eat yemoq degan so'z noto'g'ri fe'l. Eaten. Eat, ate, eaten. Ya'ni oxirgi 3-formasi eaten. Shuning uchun bu yerda eaten ishlatilyapti va mana bu s'ni apostrof bilan berib qo'ygan bu yerda, chunki qisqartirsak bo'ladi. Qisqartirilganini hozir ko'rsatdim, birinchi qisqartiriladi. Keyingisi to talk about our lives, ya'ni boya aytdim, biron bir joyga borgan bo'lsak yoki biron bir narsa bo'lgan bo'lsa hayotimizda, misol sezilarli, shunga ishlatsak bo'laveradi. Bu yerda mana misollar berib qo'ygan. I have sailed across the Atlantic. Ya'ni men Atlantika okeanini kezib chiqqanman deyapti bu. I have seen gorillas in Africa. Men gorillani Afrikada ko'rganman. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda vaqti aytilmayapti. Agar vaqti aytiladigan bo'lsa, boshqa zamonga kiradi u. Bu yerda vaqti aytilmayapti. I haven't danced the flamenco. Ya'ni flamingo raqsiga tushmaganman men deyapti. Hop, the next, when we ask people about their lives, we often use ever at any time. Have you ever been to Australia? Ya'ni odamlarda biron bir oldin o'tib ketgan ishlar bo'lsa ever degan so'z ishlatamiz. Ever degani qachondir degani. Misol have you ever been to Australia degani sen Avstraliyada qachondir bo'lganmisan degan. Hop, the next, when people talk about their lives, they sometimes use never, not at any time. Ya'ni odamlarga aytayotganda, misol uchun bu yerda misolda I have never learned French. Ya'ni men hech qachon never degan hech qachon degan o'zim, men hech qachon fransuz tilini o'rganmaganman deyapti. Note that ever and never come before the past participle. Keyin never bilan ever har doim ammo fe'ldan oldin keladi. 3-formani yozdiga bu yerda learn deb beribdi, ko'ryapsizlar. Bu ham learn degan o'zi noto'g'ri fe'l. Xo'p, endi bu yerda vazifalar bor. Mana practice deb qo'ygan. Birinchisida sizlar o'zinglar yozishlar kerak. Ya'ni bu yerda have tushib qolgan. Have ni umuman bu present perfect ga tushirilmagan gaplar hammasi hozirgi zamonda ekan. Keyin not qo'shib qo'yganlarga mana birinchisi misol he lose his passport deyapti. Lose degan so'z yo'qotmoq degani, bu noto'g'ri fe'l. Noto'g'ri fe'llarga noto'g'ri fe'llarning 3-formasi bo'ladi dediga, boyaga ko'rsatgan tabletsamda bor ular. Mana misolda mana he is lost his passport, ya'ni pasportini yo'qotib qo'ydi. U pasportini yo'qotib qo'ydi. He has demasdan qisqartirib yozilgan bu yerda. Keyingisi she not see her sister deyapti. She not, bu not ya'ni bu negativni inkor gap. She hasn't, ko'ryapsizlar, mana not qo'shilyapti, qisqartirilib. She hasn't seen her sister, ya'ni u opasini yoki singlisini ko'rmadi degan gap kelyapti bu yerda. Qolganlarini shunday qilib present perfectda yozib chiqamiz. Keyingisida keyingi exercise'da savol tuzishimiz kerak ekan. Bunda faqat savol yozib chiqasizlar. Agar fe'l to'g'ri bo'lsa, nima ed qo'shamiz dediga, agar noto'g'ri bo'lsa 3-formasi. Boyagi tablitsadan qaraymizda 3-formasini yozamiz. Keyin biron bir so'zda albatta yozayotganinglarda o'zingizlar agar bilmasanglar tablitsaga qaranglar. Tablitsaning ichida bo'lmaydigan bo'lsa to'g'ri fe'l bo'ladi. Agar bo'lsa noto'g'ri fe'l bo'ladi. Hop, keyingisi undan keyingi exercise B da bu yerda qavs ichida so'zlar berilgan, lekin have o'zi qisqartirib qo'yilgan. Ko'ryapsizlar? Mana shularni to'g'rilab qo'yib chiqamiz. Undan keyingisida bu yerda ever qo'yib chiqish kerak ekan. Qachondir degan so'zlarga bu yerda hammasi ham bo'lmaydi.
lekin ayrimlarda misol uchun hozirroqda bo'lgan ishlarga hech qachon ever qo'ymaymiz. U oldin bo'lgan ishlar bo'lsa, lekin vaqti aniq aytilmasa, shularga ever qo'yiladi. Misol uchun have you bought a newspaper? Have you bought a newspaper degani, ya'ni sen gazeta sotib oldingmi? Odamlar har kun gazeta sotib oladi, umrida bir marta bo'lmaydi bu narsa. Bunga ever qo'yilmaydi, o'zini yozamiz. Keyingisida mana have you flown in a military airplane? Ya'ni sen harbiy samolyotda uchganmisan? Mana shunga qo'yiladi, chunki bu odamning umrida biron bir marta yoki ikki marta har doim bo'lmaydi. Agar bo'lgan bo'lsa. Have you ever flown in a military airplane bo'ladi. Keyingisi this oxirginisida mana shu savollarga javob yozamiz. Shu bilan nihoyalaymiz.